o'quvchi ushbu JavaScript dastur kodini kompilyuterga yozdi. Dastur ishga tushirilib, o'zgaruvchiga qiymati sifatida 6 raqami kiritildi. Konsolga qanday natija chiqariladi? Birinchi navbatda u o'zi nima ish qilayotganligini bilishimiz kerak. Xo'sh. E'tibor bering. Bizda number degan bitta o'zgaruvchi e'lon qilinyapti-da. Mana prompt degani u bizda esingizda bo'lsa input bor edi. Input. Kiritish. Xuddi shunga ekvivalent prompt. Xo'p, n raqam kiritilyapti. Mana shu yerda n raqam kiritildi, 6 kiritildi. Xo'sh, let s teng 1. Xo'sh, yana bitta o'zgaruvchimiz, buni cho'chik deb aytishimiz mumkin. S barobar 1 deb yozildi. Saqlab turibdi o'zida 1 ni. Xo'p, keyingi qatorimiz for deyapti. Let k teng 1 dan boshlaysan. Ha. K tik bo'lsa n dan. Ya'ni qarang, bu qachon tugaydi? Mana bu qism qachon tugab qoladi? K n dan katta yoki teng bo'lguncha. Ya'ni hozir bu shart rost bo'lib turibdi, yolg'on bo'lguncha ishlaydi degani. Xo'sh, k ga har safar plus degani bu bizda bilamiz inkrement, ya'ni bittaga oshadi va n dan dekrement, minus bittaga kamayadi. Mana bu ishimiz bizda quyidagi operatorga ekvivalent. Biz Pythonda buni bilamiz, plus 1 va k minus 1 degan narsaga ekvivalent. Mana shu narsa. Mana bu qism. Mana bu qism shunga ekvivalent. Ya'ni bittasi joy almashtiribman k bilan 1 ni. Bizda n ayirib borilishi kerak edi bittadan, k qo'shib borilishi kerak edi bittadan. Mana shu ishimiz mana shu ishga ekvivalent. Ya'ni plus degani k ga har safar 1 ni qo'shib boraman, har safar n dan 1 ni ayirib boraman degani. Demak, tushunib oldik. Bu qachon bo'ladi? Siklning ichida bo'ladi. Mana shu shart bajarilsa. Bundan tashqari ana shu shart yolg'on bo'lguncha-da, endi bajarilsa emas, yolg'on bo'lguncha bajariladi. Endi boshladik. Xo'sh, for deyapti. Birinchi k 1 dan boshlanadi. Men yozib olaman. K teng 1 deyman. K teng 1 yozib oldim. Xo'sh, bizda n bor. N teng 6. Buni ham yozib olaman. Bizga kerak bo'ladi. Sizga maslahat beraman. Attestatsiyaga kirganingizda qo'lingizda albatta qog'oz ruchka bo'ladi, bo'lishi shart va bunaqangi misol kelganda sizdan ham iltimos ham talab bo'ladi. Albatta erinmasdan yozing. Shunchaki miyada hisoblayman desangiz, baribir u yerda sizdagi bosim, muhit sizni stressga tushiradi. Bu tabiiy hol. Hayajon bo'ladi. Shu qog'ozda yozsangiz, nima yozayotganligingizni ko'rasiz. Xo'p, boshladik. S ga birinchi nima qadamimiz? S ga birinchi n ni qo'shamiz. Bizda S nima bor edi? 1 edi. Men n ni qo'shaman. S barobar 1 bor o'zi shunda. O'zi tursam 1 bor. Qo'shaman n ni. Menda n nima? 6 ga teng. 6 teng 7 bo'ldi. Xo'sh. Pastga tushaman. If deyapti. Agar k ya'ni 1 yozaman bu yerga. 1 kichkina 3. Shart bajarildi. Rost. Mana bu sistemni qavs degani C++ da ham, JavaScript da ham bizda bilamiz begin, end degan. Mana bu begin, mana bu end. Mana bu katta forning begini, mana bu katta forning endi. Ya'ni boshlanish tugash. Ya'ni mana shu sistemni qavs ichida yozilgan operatorlar shu forga tegishli deganida, tushunyapsizmi? Xo'sh. Unda boshladik. 1 3 dan kichkina. Rost, ha. Qarang, shu shart bajarilsa continue degani biz bilamiz tashab o'tib ketish. Ya'ni sikldan chiqib ketmaydi. Agar break bo'lganda siklni tugatib yuborardik. Lekin bu yerda continue degani tashab o'tib ket. Tashab o'tib ketaman. Xo'p. Va endi xo'sh 7 bo'ldi. Endi k'imiz nima bo'ldi? 5 bo'lib qoldi. Xo'sh, uzr, k debman. N'imiz n'dan bitta ayiramiz. Mana bu yerda men yozib qo'yay. K ga bitta 1 ni qo'shaman. K ga bitta 1 ni qo'shdim. Xo'sh, n ni bitta 1 ga ayirdim. K ga o'zi teng edi 1. Qo'shdim 1 ni teng 2 bo'ldi. N ni 6 edi, bitta ayiraman 1 teng 5 bo'ldi. Xo'sh. K'imiz 2 bo'lib ishlayapti endi. Mana bu joyda 2 bo'ldi. Solishtiramiz. 2 mana bu joyda e'tibor berasiz. 2 3 dan kichkina.
Bu hali ishlaydi, davom etadi. 3 dan n dan kichkina. N'imiz nima? 5. Rost, davom etaveradi. Xo'sh, bunaqada s'ga yana bitta n ni qo'sh. S'imiz necha edi? 7 edi. N'imiz necha? 5. Ustiga qo'sh. S barobar 7 qo'shilgan 5. Necha bo'ldi? Xo'sh, 12 bo'ldi. Xo'p. Endi 12 bo'ldi. Yana tekshiramiz. K 3 dan kichkinami? Aniqroq 2 dan kichkinami? 2 3 dan kichkinami? Ha, rost. Bunaqada tashlab o'tib ket. For ga boramiz. Forimiz teng 2 qo'shilgan 1 kabitdagi 1 ni ochdi, 3 bo'ldi. Xo'sh, n'imiz xo'sh 5 ayrilgan 1 teng 4 bo'ldi. Xo'p. Bunaqada s ni bitta s ga 4 ni qo'shib olgan, n ni qo'shib ol. S barobar 12 qo'shilgan 4 teng 16. Mana bo'ldi. Endi shartga tushamiz, e'tibor bering. 3 kichkina 3 deyapti. 3 3 dan kichkina emas. Mana if ni ichida aytyapmiz-da. For ni ichidagi qanoatlantiriladi. 3 4 dan kichkina qanoatlantiriladi. Lekin if ni ichida 3 3 dan kichkina emas. Bunaqada bu continue ishlamaydi. Bo'ldi. Mana bu qism ishlamaydi. Demak nima bo'ladi? To'g'rida mana bunga tushadi. S plus k ga. Bizda k imiz nima turibdi? 3. Yana qo'shaman. S barobar 16 qo'shilgan 3 teng 19. Tugadi va konsolga 3 ni o'sha 19 ni chiqar. Mana 19 ni chiqardik. Xo'p, keling shuni bitta tekshirib ham ketamiz. Oldim. Men tashladim bu yerga. Mendan so'rayapti, n ni kiritasizmi deb. N ga 6 ni kiritdim va OK ni bosdim. Menda 19 chiqdi mana. Ko'rinadi bo'ldi, 19 chiqqanligi. Mana 19 chiqqanligi